Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vatanımız bulgan Şarkı Türkistan'dan vatanның sırtıga hicret kılıp çıkan her bir devletlerde yaşayatkan Uygur Müslümanlarına müracaat. Biz her qaysi turvatkan devletlerimizde Şarkı Türkistan davasını kıldırgan teşkilatlarımız var. Şarkı Türkistan davasını kılıbatkan teşkilatlarımızın reislerini şu devlette turvatkan şu Uygur Müslümanlarımız, Uygur cemaatçilikimiz, fikri birlik, oy birlik, gayi birlik bilen saylap çıkımız. Çünkü bularını bizden saylap çıkışımızdaki sebep vatanımız bulgan Şarkı Türkistan'daki 35 milyon halkımızın davasını kılış bilen ibaret. Bu kırımdaşlarımız Şarkı Türkistan teşkilatıda hizmet kılıbatkanlığı üçün biz bulağı işinimiz. Bazı yerlere kelgende bu bizning teşkilat başlarımız mücahitni köse ümmetçi oladigan, Uyg'urni köse milletçi oladigan, Xitoy demokratchilarini köse avtonomiyachi bo'lib oladigan ishlar bilan avorchilik. Bularni zaten bizning şu oy bergan, saylab chiqqan xalqimiz va yoki har qaysi davlatda turayotgan Uyg'ur jamoatchiligimizning xabari bormi yo'q. Bugungi kunlikda biz Uyg'ur musulmonlarining davosini qilayotgan vatanning sirtidagi teşkilat başlarımız Xitoy demokratchilari bilan birlashib turib, biz Uyg'urlar avtonomiya xohlaymiz deydigan so'zlarni qilib, Xi Jinpingni efendim deydigan bizning efendilarimizni haqiqiy Sobit Damillam, Alixon Turam, Ahmedjon Qosim va yoki Iso Yusuf olib tikendikidek mushundaq bizning fidoilarimizni, fidokorlarimizni demasdan bizning 35 million xalqimizning qanini sho'rayotgan Xi Jinpingni efendi deydiganlarga bizning avtonomiya talab qilg'ichilarga tavsiyasimiz. Bazılar keledi şunçarak usta, dostuning aldıga qiltaq qo'yishga, oldida kulib keynida hijib, osmonga ko'tarib yerga urishga. Bazılar ketedi yig'in etishga, boshliqining oldida o'ra turishga, ko'rsatib davoni o'yinchiq kabi qochidi millatdan hisob berishga. Sharqiy Turkiston xalqi avtonomiya yo'lini tanlamaydi. Artuch Bug'ra. Sharqiy Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilarining tajovuzchiligiga qarshi izchil turda mustaqilligini asliga keltirish uchun qarshilik harakatini davomlashtirib kelyotdi. Sharqiy Turkiston xalqi o'zining vatanini besib olgan Xitoy tajovuzchilarini dushman deb tonish bilan birga Sharqiy Turkiston mustaqilligini asliga keltirish yo'lida fidokorlik ko'rsatib kelmoqda. Yaqinqi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, ba'zi siyosiy faoliyat qilayotgan aktivlar orasida avtonomiya talab qilish fikri bosh ko'tarishga boshlaganligi oshkorlandi. Sharqiy Turkiston xalqi izchil turda mustaqilligi uchun melini, jinini Alloh rizosini ko'zlab taqdim qilib, mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida badal berib kelmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni besib olishdan burun Sharqiy Turkistonda 30 yillik to'xtam bilan kirgan edi. Xitoy tajovuzchilarining 7-navbatlik xalq qurultiyigacha o'zlari tarafidan besib olingan Sharqiy Turkiston, Tibet, ishki Mo'ng'uldagi millatlarning o'ziga o'zi xo'ja bo'ladi degan bo'lsa, 7-navbatlik xalq qurultiyidan keyin Xitoy tajovuzchilari tarafidan tuzilgan asosiy qonunlarda bu mazmunlar elib tashlandi. Demak, Xitoy tajovuzchilari va'dasida turmay, putini Sharqiy Turkistonga tiqib olgandan keyin Sharqiy Turkistonni Xitoy davlatining ayrilmas bir qismi deb atab, tajovuzchilik harakatini davom qilmoqda. Xitoy tajovuzchilarining va'da bergan yoki qonunda belgilangan avtonomiyaning Sharqiy Turkistonda mavjud bo'lib boqmaganligini, ismi bor, jismi yo'q bu avtonom rayonning bugungi kunga kelganda hech qanday bir simosining qolmaganligini ko'rsatib turmoqda. Xitoy tajovuzchilari 1955-yil 10-oyning 1-kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayoni degan bu narsani Uyg'urlarga zo'rlab tanganda, bu avtonom rayon bo'lsa, hech bir qonuniy asosga tayanmagan, uning siyosiy, iqtisodiy, qonuniy va ma'muriy shakli aniq bekitilmagan edi. 1955 yili 10 oyning 1 kuni atalmış Uyg'ur avtonom rayoni degan bu narsani Uyg'urlarga zo'rlab tanganda, bu avtonom rayon bo'lsa, hech bir qonuniy asosga tayanmagan, uning siyosiy, iqtisodiy, qonuniy va ma'muriy shakli aniq bekitilmagan edi.
Qısqası, bu avtonom rayon avtonomiyelik huquq doirasi bekitilmagan bir avtonom rayondan iborat edi. 54-yili bu rayonda Uyg'urlarning nüfusi umumiy nüfusining 80%ni tashkil qilgani uchun bu avtonomiyelik ma'muriy rayonning nomi Uyg'ur avtonom rayoni deb bekitilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning qonuniy salohiyati siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatdagi haq huquqlari to'g'riliqmi hech bir tushuncha yoki izohat berilmagan edi. Chunki ayni chaqda bu avtonom rayonni Uyg'ur xalqiga zo'rlab tangan Xitoy tajovuzchilari o'zining avtonomiya degan bu hukumidan qilchi xabari yo'q edi. Uyg'ur avtonom rayoni qurilib aradan 30 yilga yaqin vaqt o'tgandan keyin, ya'ni 1984-yilga kelganda, ondan Jo'ngxa Xalq Jumhuriyati Milliy territoriyalik avtonomiya qonuni tuzib chiqildi. Va bu qonun shu yili 5-oyning 31-kuni Xitoyning 6-navbatlik mamlakatlik xalq vakillar qurultayida ma'qullanib, 10-oyning 1-kunidan e'tiboran rasmiy kuchga ega qilingan edi. Afsuski, jami 67 moddadan tarkib topgan bu qonun faqat Uyg'ur avtonom rayoni uchun emas, balki butun Xitoyda ta'sis qilingan 155 avtonomiyalik o'ringa, ya'ni 5 avtonom rayon, 30 avtonom oblast va 120 avtonom nahiyaga qarata tuzib chiqilgan abstrakt va mujmal bir qonun edi. Gerçi bu qonun chiqqili 20 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ammo hozirga qadar bu qonundagi moddalarning hech biri ijro qilingani yo'q. Sharqiy Turkiston xalqi hijrat qilgan 60 yillik muhojirlik hayotida izchil turda Sharqiy Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida amaliy harakat qilib keldi. Tibet xalqimi bizga o'xshash Xitoy tajovuzchilarining tajovuzchiligiga uchirgan bir millat. Ularning diniy dahisi Dalay Lama vatan sirtiga chiqqandan boshlab Hindistonni markaz qilgan holda hozirgacha Xitoy tajovuzchilaridan avtonomiya talab qilib kelmoqda. Xalqaroning besimi bilan Xitoy tajovuzchilari Tibet surgundagi hukumat xodimlari bilan necha qitim suhbat elib borgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tajovuzchilari ular bilan shaklga ko'rishib qo'yib, taklifiga ma'qulmi deb qo'ymadi. Demak, bizga o'xshagan mustamlikada yashayotgan Tibetlarmi Xitoy tajovuzchilaridan o'zining avtonomiya huquqini 60 yildan buyon talab qilib ola olmayotsa, bizlar yana shuningga o'xshagan uning taklifi, buning ko'rsatmasi bilan quruq so'skini emib avtonomiyani talab qilamdik. Ba'zi siyosiy aktivlar siyosatchi bo'lishga tegishli shartni hozirlamay, cho'lta tafakkur qiladigan kallasi bilan Ilhom To'xtini dastak qilib, Ilhom To'xtining o'ylamagan ishini bozorga selib, Ilhom To'xtining iddiasi deb avtonomiya huquqini so'rab, Xi Jinpingni efendim deb sifatlab o'tirg'i chiqishi Sharqiy Turkiston xalqiga qilingan ahonat, xiyonatdan boshqa narsa emas. Ilhom To'xti bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarining markazida yashab, Uyg'ur ziyolilari qilishga, so'zlashga tegishli hammani qila oladi. Hamda to'lashga tegishli badalni voyaga yetkazib to'ladi. Ilhom To'xtini qutuldirish uchun ilingan qadam yaxshi. Ammo Ilhom To'xtining iddiasi asosida tinch yo'l bilan hal qilish imkonlarini dastak qilib, Sharqiy Turkiston xalqining manfaatiga xilof ishlarni gap so'zlarda bo'lish oqilonlik emas. Biz siyosiy faoliyatchilarga shuni eskartib qo'yishga majburimizki, siz siyosiy sahnalarda Sharqiy Turkiston xalqining bir butun mustaqilligi, diniy, siyosiy, iqtisodiy, ma'rif jihatdagi o'z huquqlarini kafolatga ega qilgan, ularning manfaatini oliy nishon qilgan holda faoliyat qilsangiz, qo'llab quvvatlaymiz. Yaxshi qilsangiz, to'n ham kaydiramiz. Ammo
o'zinglarning va boshqalarning manfaatini deb Sharqiy Turkiston xalqining manfaatiga qarshi ish qilib solsangiz, Sharqiy Turkiston xalqi undaqlarni qandoq jazolashni ham biladi. G'arb ellari ilgir surgan Xitoy tajovuzchilarini iqtisodiy jihatdan yuqori ko'tarilsa, demokratiyaga qadam oladi degan nazariyasimi amalga oshmadi. Ular yana ilgir surayotgan yuksak avtonomiya huquqini qo'lga olsa, mustamlika xalq ozod bo'ladi. Xitoy tajovuzchilari demokratiya yo'liga qarab mangdi degan nazariyasimi ham amalga oshmaydi. Chunki G'arb ellari Xitoy tajovuzchilarining sirtqi shaklini ko'rib baho berayotgan bo'lsa, Sharqiy Turkiston xalqi 67 yildan buyon Xitoy tajovuzchilarining ishtishini ko'rib bilib kelmoqda. Uning uchun shunda haqiqatni samimiy askartimizki, Xitoy tajovuzchilaridan avtonomiya talab qilish Sharqiy Turkiston xalqining g'ururini dafsanda qilgandan boshqa narsa emas. Sharqiy Turkistondan iborat bu muborak zamin ajdodlarimizdan Sutuq Bug'raxonning boshlamchiligida o'z xalqi birlikda islomni qabul qilgan. Faqat yaratquchiga qulchilik qilib, tajovuzga, zulmga qarshi hozirgacha shahidlik berib kelayotgan, shahidlarning qonlari to'kilgan, Alloh tarafidan ne'mat qilgan tuproqini imoni, g'ururi bilan qo'g'dab kelayotgan ajdodlarning avlodlari. Bugungi kelganda Xitoy tajovuzchilarini kuchli, ularning taraqqiyoti ilg'or. Hozircha avtonomiyani elib turayli deydigan sapsata va quruq so'skilarni ammaydi. Shunga ba'zi siyosiy faoliyatchilar Uyg'urning do'ppisini kiyib sahnaga chiqib, o'zini Uyg'urning vakili deb Sharqiy Turkistonlikqa xiyonat qiladigan so'z harakatlardan jiroq turishini, mas'uliyatchan bo'lishini, Yevropacha tafakkur qilmay, Uyg'urcha tafakkur qilib, siyosiy maydonini mustahkamlashini samimiy askartimiz. Sharqiy Turkiston xalqi o'zining mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida Allohning yordami bilan avval ideya birligi hosil qilishi, Xitoy tajovuzchilarini dushman deb tonish, Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkistondan qo'g'lab chiqaramiz degan ideya birlik ostida siyosiy, iqtisod, ma'rif, askariy qatorliq jihatlarda o'rtaq hamkorlashgan shaklda ish birligi elib berib, Allohning yordami bilan qisqa muddatda Sharqiy Turkiston mustaqilligi, ittifoqlashgan, birlik hosil qilgan holatda mustaqilligi asliga keladi.